alaykum ko'ktem bolalari. Sog' salomatmisizlar? Momam bugun bizga non bosdi qilib beryapti. Yoqimli ishtaha deymiz bolalar, ovqat hozir tayyor bo'ladi. Bolalar nima uchun buni ko'rsatyapmiz? Bugun biz oshqovoqli non bosdi qilmoqchi edik. Bu ezilib ketmasligi uchun sizlarga maslahatim oshqovoqni eng oxirida soling, chunki u ezilib ketadi. Masalan, bugun non bosdi bo'lsa, uni tagiga solsangiz, kovlab olguncha ezilib ketadi suzguningizcha. Shuning uchun mana hozir ko'ramiz, pishgandan keyin oshqovoqni отдельно vilkalar bilan tarelkalarga solasiz va tagidagi ovqatni boshqa taomlarni keyin yondan suzib bersangiz, menimcha ham foydali, ham estetik, chiroyli ovqat chiqadi degan umiddamiz. Hammaga yoqimli ishtaha. Bu oddiy ovqat bo'lsa, men endi shu oshqovoqni qanday eziltirmay pishishni sizga ko'rsatmoqchiman. Shuning uchun salgina e'tibor berib pishiring oshqovoqni, chunki foydasi katta, bilasizmi? Mana bunday gullar atrofida pishirsangiz juda ham go'zal bo'lib pishsa kerak. Albatta yoqimli ishtaha tilab qolamiz barchangizga. Xayr, sog' salomat bo'ling.